Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görülmeler. Yeni bir katımlık uçuk sohbet programımızı görüşünlerini karşılarımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görülmelerimiz, hemen malum boğandaki yıllardan bu yan devam kılıvatkan bu programımızda xil sahalardaki mütehassislerimizni, siyasetçilerimizni, alimlerimizni teklif kılıp vakti-vaktida her xil temalarda sohbet kılıp kelyapmiz. Bugün mü şunun cümlesinden bugün düştüm burun e'lon bergandek nayeti muhim bir tema milli davanın nöbetdeki ahvali haqida söhbet qildiganligimizni e'lon bergandik. Programmamızın bugünkü aziz mehmoni hammalarga tunuşuq bo'lgan 21 qancha qatim söhbetimizga qatnashib bergan Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazi raisi hurmatli Abdulhakim Idris afandim taklif qildi. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qolganligi uchun ko'p rahmat aytaman. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Qadrli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq naq meydandan tarqıtılıp ekran alda çıxıb duruyatqan numarımız şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq programımızga əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa berişinizlərni, suallarınız bolsa soruşunuzlarni ümid qılırıq. Şundaqla köplügən qaydaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmaysınlar. Undaq olsa bevasitə programımıza kirib ketsək, əlbəttə bugün temamız milli davanın növbətdəki əhvali. Umumi bir kirsek elbette siz ve Uygur Hareketi Teşkilatı olsun ayağınızdaki Türkiye ve dünyanın her qaysı yerinde xil faaliyetlerde buluvatsizlar. Türkiye'de mühitini aldı kendi bir qancha qatim kep ketişler bilen bulup bir qancha faaliyet ötküzüldü. Ve başka Avrupa'da mı toxtumay davamlı haberlerni, uçurumlarni görüp turuyapmiz. Al bilen vatanimizdeki bu facia, içinişlik vaziyet iğirleşip atkan. Hiç kandak bir uyadaki zulümün bir yeniklitilgenlik ya ki biraz tövelli halkaradaki bunca ola besim aldı da azırak bolsun bir yenikilteydigen bir işaret alametini kömüdük hamdi azırgaça. Muşundak bir iğir bir zulüm aslında turvatkan vatanimizdeki halkımız o vaziyeti turvatdı. Xalqaradaki siz elbette sizin hem tədqiqat mərkəzinin uyada nurgun vatandaki buluvatqan işlərini elbette analiz qılıb durub şununla asasen fəaliyyət qılıb atısılar dünyanın hər qaysı şeylərdə. Bütün dünyadaki bu vəziyyətimizə qarğa vaxtınızda növbətdəki Şərq Türkistan davasının əhvali qaysı vəziyyət turvatdı? Köp rahmet. Bu naiti muhim ve ağır bir sual. Ben bu xalqaradaki vaziyetni sözleştiğinden burun bununla üzemninki şahsi bir köz karışım dep ötsem. Ben bu xuddi bizning 100 minglarcha Uyg'urlarninki ata-onasi bilan o'roq tuqquni bilan ko'rishaolmaganligiga o'xshash, aloqa ololmaganiga o'xshash. Ben bu oxirgi hisobda bugun qadar 25 aprel 2017'den beri ne dadamning, ne anamning, ne qarindoshlarımning, singillerimning, ularning balalarning qanday holat ekanligini, hayot mı, emas mı ekanligini bilinmeglik. Bu noktada elbette vaqtida xalqaradagi yoki biz qilayotgan faoliyatlarninki bir natijasi bo'lmagandek ko'rinadi. Bu hammamizga shunday ayon. Ammo xalqaradagi masalaga qarasak, bugun Uyg'ur masalasi davomli Xitoy bilan Türkiye arasında bolsun, Xitoy bilan Avrupa Birliği arasında bolsun, mayli Xitoy bilan Amerika o'rtasida bolsun, davomli Uyg'ur masalasi tilga ilinib kelinadigan bir masalaga aylandi. Bunun elbette birinci sebepsi şu vatanimizdeki komünist Xitoyninki irqiy qirg'inchiligiga ma'ruz qolgan qarindoshlarimiz, singillarimiz, analarimiz, hadallarimiz, sabiy avlodlarimiz ve shundaqla diasporada harakat qilayotgan faaliyetçilerimiz, bularınki nerede qandaq sözleş, qandaq hareket qilish ve nurgulluğun devletlerinin tillerini ve işkilerine qandaq kirişini ügelgenliği için biz bugün Şarkı Türkistan meselesini xalqarada tilge elinadigan devletlerinki münasebetiki tesir göstereydigan bir halatga kelganligini ko'rib o'tibmiz. Xo'sh. Vatandaki elbette hem de bu şu siyasi yukarıda dep ötkünümdek siz hem de köpligen faaliyetlerini devletlerde kılıvatsız. Bu devletlerde her yerge berip bizden vatandaki ahvalini, zulümlerini ve düşündüğü vaxtınızdaki bularının bildirgen işbadeleri
bizlarni qanoat qilgudek, da'voyimizga foydasi yo'qdek bir amaliy bir ish o'tirg'i chiqyapti yoki ha deb tinglab qo'yib, sizning kitobingizni olib qo'yib, shuning bilan uningdan keyingi faoliyatlar, haqiqiy amaliy bir harakatga o'tadigan ishlar uning keyini kelyapti yoki faqat shu ziyorat bo'lib qilyapti boshlanadi. Bence bunu mundaq qilam xalqarada mundaq bo'lyotidi desak, nayt o'zaki bo'lib qoladi. Biz buni masalan davlatlarga ayirib qarasak, Amerika Qo'shma Shtatlari bu masalaga ko'ngil bildi. Bu ko'ngil bilishining sabablari mo Amerikadagi da'vogarlarningki vaqti soatida bu masalani munosabatlik o'rinlarga anglata olganligi, to'xtamasdan anglatganligi, uzluksiz harakat qilganligi tüpeyli'den mesela Amerika'da bir qancha qonunlar chiqdi. Bugün mu Amerika'da Xitoyning tahdidini tadqiq qiladigan komitetlar qurildi. Biz bu komitetlarning mayli Cumhuriyetçi partilerden rahbarlari bo'lsin, Demokrat Parti rahbarlari bo'lsin, bütün da'vogarlar bular bilan uchrashib, ma'lumotlarni berib, Sharqiy Turkistonda navbatda yuz berayotgan bu irqiy qirg'inchilikni kundalik birinci qo'ldan ma'lumot berganligimiz uchun kun tartibda turyotidi. Albatta Amerika cho'ng bir davlat, bilganingizdek Amerikaningki iqtisodimi cho'ng va bu Xitoy bilan bo'lgan tijoriy munosabatimi Amerikaliklar uchunmi muhim va dunyo uchunmi muhim. Buningdan tag'icha Amerika voz kecharligini yo'q. Bugungi nomerlarga qarasangiz Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida bo'lgan savdo tijorat miqdori nayt yuqori ve Amerika'daki köplagan şirketler texniçe Xitoyga mablag' salyapti. Xitoyda mahsulotlarini ishlab chiqaryapti. Bundan voz kecharligini yo'q. Mayli Amerikadagi media axborotchilari bo'lsin, kino, film san'ati bo'lsin, Xitoy bilan hamkorlashyapti ve Amerikadagi nurg'unlagan universitet, aql ambarlari karar beradigan o'rinlarni uzundan beri bu Xitoy bilan yaqindan hamkorlashib kelgachga, u Xitoyninki nimasidan nima deymiz haliqi qo'liga ilib olgan ajritib, o'zini ayrılaligini yo'q. Ama Amerikada bu Xitoydan kelgan tahdidni to'xtamasdan mayli kitob shaklida, media shaklida siyosatchilar o'tirg'i qo'yyapti. Amerika xalqimi bu Xitoy kommunist hokimiyatiningki faqat butun dunyoga emas, Amerikaga bir tahdid olib kelganligini, Amerikadagi bayashat hayotga xatar olib kelganligini his qildilar. Ammo Amerikaliklarmi qanday qilib bu masaladan bir qurtulib chiqish, bir diktatorluk, bu mustabidlik, hakimiyetni to'xtatish bu yo'lda ketib boradi va bu Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni bo'lsin, Tibetdagi, Hong Kongdagi va Xitoyning ichidagi masalalarga inson haqlari nuqtai nazaridan qarab, bo'lib Xitoy kommunist rejiminingki Sharqiy Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikningki ko'pinchasi Amerika siyosatchilarining da'vatqani bizning davrimizda bo'lishi, buni agar biz to'xtatmasak, bizningki vijdoniy bizga xiyonat qilgan bo'lamiz. O'zimizningki universal inson haqlari, kishilik huquq bu prinsiplarga rioya qilgan bo'lmaymiz degan bu nuqtai nazardan yo'lga chiqildi. Ve köplagan Uyg'ur tashkilotları bo'lsin, Uyg'ur aktivistlar bo'lsin, Uyg'ur harekatchilari bo'lsin, bularmi bu Amerikadagi bu Xitoydan tahdid keladi degan bu guruh bilan bo'lgan munosabatni aytdi yaxshi. Biroq Amerikadami Xitoy tarafdori insonlar ko'p. Xitoy Amerikadagi tashviqotga cho'ng mablag' solgan, mediaga mablag' solgan, aql ambarlariga mablag' solgan ve Amerikada yeterlik derecede tegicha Amerikaning cho'ng shirkatlari Xitoyningki kani yuzuvonni bo'lib so'z qilayotgan bu ahvolni ko'rib o'tibmiz. Xo'sh. Endi Yevropaga kelsak, bilganingizdek Yevropa Birligi bu ta'minot zanjirini tizginlash qonuni chiqadi. Bu qonunninki kelgusida Sharqiy Turkistondagi mecburi emgekninki aldını elish uchun bir vasıta bo'lishini umid qilamiz. Ama Avrupa Birliği'nin chiqargan bu qarorida Uyg'ur degan kelime yok. Yani Sharqiy Turkiston degan kelime yok, Uyg'ur rayoni degan kelime yok. Biz faqatla mecburi emgekka, qulluqqa qarshi turamiz degan
bu gap var. Ama Xitay bunundan mı faydalanıp ketiş ihtimali var. Çünkü başka yerdeki Afrika'daki, Latin Amerika'daki mecburi emgek kulluklarını köztüp Xitay'daki kulluk emgeklerini közetmeslikini tirişişi mümkün. Biz mesela ötken bir gapning aldida Germaniyanınki paytaxtı Berlin'de bir qancha faaliyetlerini elip bardık. Germaniyanınki baş ministri, yardımcı baş ministri bilen uçraştık, maliye ministri. Ve shuningdek Germaniyanınki iqtisoddan ishchilar uyushmasigacha ve hakimiyet üstündeki partiyalardan opozisiya partiya, o'tkuvchi partiyalarning rahbarlari qadar hammasi bilan ko'rishib chiqdik. Ularninki mu Xitoyninki tahdid, ularmi Xitoyning tahdidini his qilganlar. Masalan 5 yil yoki 6 yil burun Xitoy Germaniyanınki texnologiyasiga ehtiyoji bo'lgan bo'lsa, bugun Xitoy deyotgani bizning sana ehtiyojimiz yo'q deb bu Germaniyanın Xitoyga muhtoj bo'lgan bir holni ko'ryapmiz. Ya'ni Xitoy bugun Germaniyadan import qiladigan mallarni to'xtatsa, Germaniyada ko'plagan shirkatlar taqilishi, hatto nurg'ulg'an insonlar ishsiz qilishi mumkin. Va Germanlarmi buni his qilgan holini ko'rdik. Bu Putinninki Ukrainaga besib kirishi va yerda jang qilishi bilan Germaniyaningki bu energiya ehtiyoji asosiyatdan bu Rusiyadan qamdilatdi. Bu Shimoliy dengiz orqali ikki dengiz ostida turba yasalgan, gaz yo'llaydigan. Bu to'xtaldi. Shuning bilan Germaniya butun energiyasini qaytadan ta'min qilishga majbur bo'ldi va Qatardan va boshqa davlatlardan kelib biroz uni qamdiyalagan bo'ldi. Ammo bugungi navbatga qarasak, hozir dunyodagi ko'plagan chiplarni, semikonduktor deydi. Bularning ko'pinchisi Tayvandan chiqadi. Xitoy agar Tayvanga hujum qilib qolsa qanday bo'ladi? Agar Germaniya butun bu azıqı Avrupalıqlar bo'lsin, Germaniya bo'lsin, medisinadan, doktorxona uskunlaridan tutun, onun işlediğin saymallardan ve mülazimetlergacha. Bazı narsalarda, hatta doğrugarlik narsalarda 80-90% Xitoydan ishlab chiqariladigan narsalarga bog'lanib qolgan ahvollar bor ekan. Bular shuning uchun hozir de-risk degan bir siyosatni chiqadi. Biz ziyonni yoki xatarni azaytishimiz kerak. Xitoydan o'zimiz ayrilib chiqishimiz kerak degan. Bu chiroyli bir kelima bo'lishi mumkin, ammo bularmi o'z tadbirini elyapti. O'tgan hafta Germaniya Xitoy strategiya siyosatini e'lon qildi. Bu strategiya uchun Germaniyadagi Dunyo Uyg'ur qurulushi rahbarlari bo'lsin va boshqa tashkilotlar bo'lsin, mayli Uyg'ur harakati, Uyg'ur tadqiqot markazlari bo'lsin, uzundan beri biz Germanlar bilan aloqalashib keldik. Bu bizning bir qancha qatim Berlinga berishimiz va boshqa German diplomatlar bilan uchrashishimiz. Bu Germanlarmi buni e'lon qilish orqali, masalan, buningda qarasangiz Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligiga biz e'tibor beramiz bo'libmi? Uyg'urlar, Tibetliklar, Hong Kongliklar kelimani Uyg'urlardan boshladi. Uyg'ur kelimasi bu stratегиясына ichiga kirdi. Germaniyada qattiq bir bürokratik bir davlat. Agar bu qonunlar agar shunda tuzilsa, demak strategiyaga o'rinlashsa, buningki bizningki Sharqiy Turkiston da'vosi uchun foydasi bo'ldi deb qaraymiz. Ondan boshqa durg'ulg'an qonuniy mesele Avrupa'da ilip berilyapti. Mesela Angliyada bo'ldi, Argentiniyada bo'ldi. Bu Xitoyninki şirketlerine yoki Xitoyning mollarini agarishni, jazoga berishni misib bo'lyapti. Onunki da'voyimizda hozir yangi qonuniy masala orqali qanday qilib Xitoyninki bu zulmini to'xtatishga chora tadbirlarni olamiz degan bu yo'llarda ketib boramiz. Mayli Yaponiyada bo'lsin, mayli Avustraliyada bo'lsin, bu haqda nurg'ulg'an faaliyetler var. Bilingenidek bu Müslüman dünyasındaki faaliyetler, bu teşkilatlar tarafından ait yaxşı sistemle kaldı, elip berilyapti. Sizge ma'lum bo'lganidek Malayziya, Indonesiya ve Arap devletleri de nurg'ulg'an faaliyetler elip berildi. Hozir Müslümanlarning bu meseleni ben bilmeyme deydigini bir kaldası caydı bahsi yok. Ama şu narsani aniq, biz hatta Germaniyadagi parlamento a'zolari bilan uchrashdik. Malayziyadan bo'ldi, Yaponiyadan bo'ldi. Aşağıda bir vaqaning bizning Sharqiy Turkistonda bir inson haqlari dafsandichiligi deyiladi ularning deyishicha. Bir narsaning bo'layotganligini xabarlarni o'qigan bo'lsa-mu, lekin tafsilotini bilmaydi ekan. Masalan, biz qaysi kunisi Anqarada Türkiye parlamentosi kishilik huquq komitetining raisi Daryo xonim bilan uchrashdik. O'zi sobiq ministr bo'lgan ekan.
Uyg'urlarga bo'layotgan masalalarni o'zundan beri kuzatib kelgan bir ekan. Biz onunla Şarkı Türkistan'da 1,1 milyon Xitoy kommunist kadrlarini Şarkı Türkistan'daki ailelerge qo'shtiqanchilik qilamiz deb akirib majburiy yashatqizib, uyda qiz bormi, ana bormi, dadi bormi, shularga xizmat qilishga majburlaganligini. O'zingning diningdan, dilingdan, tilingdan, madaniyatingdan bo'lmagan bir insonga, yot birisiga xizmat qilishga majbur ekanligingni, uning qo'lida sening lagerga kirib kirmasliging, hatto seninki oshqunchi bo'lib bo'lmasliging shuning qo'lida ekanligi, bu qadar zulmlarni va 1 milyondan ko'p narisida avlodlarimizningki ota-onasidan ayrilib dinsiz boshqa bir shaklda cho'ng qilib o'tilganligini deb kelib biz degan vaqtimizda ko'z yoshi qildi. Masalan, bu darajada tafsili ma'lumoti yo'q ekan bu shakllarda. Demak, xalqarodagi masala bu, ammo xalqaroda deki meselelerninki kun tertipte turishi yanına Uygurlarga bog'liq. Agar biz Uygurlar xalqarodagi meselelerni kun tertipte tutamiz deydi ekanmiz, bu yerda cho'ng siyosat nima qilish kerak, diplomatik olib berish kerak, axborot tashviqotimizni qilishimiz kerak va kishisel demdoq har kishi o'zininki hikoyasini yozish kerak, guvohlik berish kerak. Hazır her kandak insan, her kandak nesine, her kandak dünyanın bir yeri takta alaydıgan bir imkaniyet var kolumuzda. Bunu bu kuruşumuzdan kılalırsak bu meseleyi gün tertip tutalayımız. Ama garip dünyası ya ki bütün dünya bu meseleye sel karıdı da mı karılamıyor? Sel karamayı vatıdı. Bu meseleyi kandak kılıp hal kılışını gücünü izlevatıdı. Ama bir taraftan Xitay bilen mi bu çoğun devletle yaşap gitaleydi. Yaşap ketken. Mesela bugün davatımız o. 7 yıl oldu. Irqiy qirg'inchilik davom qilyapti. Jazo nima jazo berish qonunlari chiqdi. Axborotlardan berilyapti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komisyonundan rapor çıktı. Uyghur Sot Mahkemesi bo'ldi. Nurg'unlagan insonlar buni guvohlik berdi. Axborotlarda deyishyapmiz. Ama oxirgi hisobda bu irqiy qirg'inchilik to'xtagani yo'q. Texmo sistematik holda davom qilayotgan bir paytimiz. Doğru. Hem de hakikaten reallik hakikaten açık deganingizlik. Hem de yuqorida bu sizning hozirgi javobingizdan chiqib, shuni insonning zehniga sho'kildamdi. Deganingizdek Amerika boshda masalan bu nurg'un eng ko'p Xitoyni beshini og'irtayotgan, bearam qilib turayotgan, jazo tunji qilib jazo majburiy emgak masalasida qonun chiqarib qilgan bir kayfiyat vaziyat bor. Ama vatandagi ahvol yeniklimida shuncha bo'lib besim, nurg'un iqtisodiy jihatdan nurg'un ba'zi mallarni yuzlagan shirkatlarning mallarini kirgizmagan ahvollar biz xabarlarimizda berdik. Qanchalik tutib qilinganligi tamom shunda. Yevropaning masalasiga qaraydigan bo'lsak, Yevropa shu kishilik huquq deb hech qanday bir davlatda majburiy emgak masalasida Xitoyning qilayotgan jinoyatlarga qarshi bir jazo berib yoki tamojini cheklab boqmadi. Kanada boshlig'i hamda tekshirishni qaysi kuni. Joseph Borrellning masalan shu Amerikadagi bir davlatning masalan shuncha bola ishlarni bildigan har yerda Uyg'ur masalasini tilga olib turayotgan bir davlatninki bugun hamda ikki davlat o'rtasidagi yirikchiliklar bu masalani yumishtish uchun oqaqidan ziyoratlar kim Blinken body Blinken nima chiroyli kutib olmay uni bir xil diplomatik nazokatsiz holatda kutib oldi. Janet Yellen'in tütkülük ziyareti karşısında bir yerdeki söz ibarelerinin hemmisine ait. Xuddi Amerika Xitoyga bir yol urayotgandek yoki uni bir yumishtish uchun qilayotgandek bir vaziyat bordi. Bu Joseph Borrell'niki Yevropa İttifaqıning oliy vakili bexatarlik masalasiga. Bu Sharqiy Osiyo yig'inida Vanyi bilan ko'rishgandagi bayonotini qaysi kun biz xabar berdik oldin kuni deyman. Bu yerdagi iboralar insonning ishonchi kelmaydigan darajada biz butunlay bir Xitoy siyosati, bu biz Xitoyning yuksalishlarni ishimiz yo'q degandek yumshash bir ifodalar bor hamda. Sizlar albatta siz adavatsiz Nurg'oya bilan ko'rishyapmiz, bu hammasi masalalarni Xitoydan ansirayotdi. Bu narsamda axborotga chiqayotgan narsa bilan sizcha axborotning sirtidagi pardaning orqasidagi masala boshqami? Nima uchun buncha Xitoyniki ko'ranglashtirga tajovuzchilik qilgan, Tayvan masalasining qanchalik muhim ekanligi,
qaysi gün Germaniyaning e'lon qilingan masalalardimi, davlat nimasida qattiq tilga ilinganimda. Shunda turgan bir vaziyatda bu ichki jihatdan yani uch qaşkarı qılınış kerak bo'lgan nurg'un masalalar turgan ahvolda nima uchun bunchalar bu ifodalar kun sari yumshab ketadi sizcha? Şu bugün bu Xitay meselesini yoki Xitoyninki o'zlariga tahdid bo'lganligini bir taraf qilishda bular o'z vaqtida buni desak Uyg'urlarga quloq bermagan. Yildan beri biz bu Xitoyning qandaq Xitoy kommunist rejimining qanday mangadigan, qanday o'ylaydigan, qanday plan qilganlarini bilasiz 30-40 yilning yani G'arb davlatlarida va musulmon davlatlarida deb kelyapmiz. Bular boshda qisqa va'dalik deymiz. Ticaret qilish orqali bularni o'zgartimiz. Bu Xitoyda o'rta kesim ko'p sonliq bo'lsa yoki avsa bular bu Xitoydagi sistemni demokratik tarafga apiradi, demokratik tarafga apamizmi? O'ttiri bir qonun, haq yo'llar bilan mengib, biz bilan hamkorlashadi degan bu so'z qarashda aytdi. Masalan, Xitoyda bugun qarasangiz 200 million o'rta kesim bor. Bu o'rta kesim bularning degan yerdan chiqmadi. Çünkü bu 200 milyon o'rta kesim komünist rejiminin a'zolari ya ularning atrofidagilar bo'ldi. Ular o sistemni o'zgartish emas, o sistemni qo'g'daydigan bir qismni yetishtirib chiqdi. Buni ko'rgan vaqtida bular apla deb qoldi. Ama bilginingizde devletlerinin siyaseti, ularning bir-biri bilan bo'lgan munosabati, undaq biz o'ylagandek bir kunlam undaq bo'lgan bir siyaset emas. Mesela bugün Germaniya Xitoy bilan bo'lgan ticari ve siyasi münasebetlerini özününki qarış qimmatlarininki ustiga ve xatarni azaytish, yani risking degan bu siyaset bilan bo'lgan bo'lsa, bunu qilish uchun bir qancha yil ketadi. Ama bu siyaset nima desangiz, Germaniya bir davlat bilan bir davlat o'zining shirkatlari, masalan deylik, Germaniya shirkatlari Xitoyda mablag' solib yani bir ticaret kılman degan vaqtida davlat unuga sigorta demdi Uyg'urchada sug'urta u nimasiga ega bo'ladi. Agar sen ziyon tortsang, men ega deydi. Ammo bu da undan chiqdi. Shirkatlarga dediki, sen Xitoydan qopab ajrab chiqishing sening o'zingning ixtiyori, majburlamayman, ammo chiqmasang uzun vadada biz ziyon tortamiz. Biz bu deganlik desangiz, davlat unuga ta'minotga ega emas deganlik. Bu ta'sirini ko'rsatadi, ammo bu tizlam ko'rsatamdi, tizlam ko'rsatmaydi. Bir qancha yil ketishi mumkin. Buningki ko'rsatganiga nimasini ko'rsatib, ta'sirini ko'rsatib, Xitoy shirkatlarining Xitoydan German shirkatlaridan Xitoydan qisman chiqib, tamamen chiqmasimi? Chunki ba'zi shirkatlar tamamen chiqolmaydi. Chunki 60-70% ularning kirimi Xitoyning bozorida bo'lyapti. Ba'zi shirkatlari ajrab chiqarish mumkin, ba'zi shirkatlar chiqarmasligi mumkin. Bu masala bor. Va Amerikada ma'zi ko'rayotganingizdek, bugun dunyodagi eng ilg'or texnikalarning birisi elektronlik mashina, Tesla deymiz masalan. Tesla'ningki hozir Xitoyda batareya ishlab chiqaryapti, mashina ishlab chiqaryapti, hatto Urumchidami Tesla sotadigan do'konlarni selavyapti. Undan keyin hammamizning qo'limizda bor iPhone. iPhone Xitoydan chiqqani yo'q. Xitoyda ishlanyapti. Bu yerda din taqiqlayapti dunyoga mana degan vaqtida. Bu masalalar biz arzu qilgandek asan emas. Ammo nima bo'lyapti desangiz, bu Xitoyninki, Xitoy kommunist rejimininki reylisi bo'lib qolishidan ansirayapti. Bugun nurg'ulg'an shirkatlar Xitoyga ehtiyot qilib muomala qilyapti. Agar masalan Volkswagen hozir Urumchidagi zavodini taqsa, hech nima bo'lmaydi. Balki foyda olmayapti. Lekin Urumchidagi zavodini taqolmayapti. Buni taqsa, Xitoy boshqa yerdagi zavodlarini taqash orqali intiqom oladi. Bu deganlik, bu shirkat bugun mustaqil emas. O'zining mustaqilligini yo'qotayotgan Xitoyning qo'liga bir rahina tushib qolgan holatlikini bular mes qilyapti. Biz Uyg'ur da'vogarlarning, Uyg'ur faoliyatchilarining, Uyg'ur tashkilotlarining da'vatganimiz birinchidan bu yerda bir irqiy qirg'inchilik bor. Bu irqiy qirg'inchilik Nazi Germaniyaning, imperial Yaponiyaning, Gulag demlik Sovet ittifoqininki bu 3 dunyo tarixidagi eng ig'ir ilib bilayotgan 3 qirg'inchilikni birlashtirib, uni kommunist hokimiyati bizga uyg'unlayotdi.
Bazı vaqtlarda bunu kögülüm olmayadi. Çünkü checkpointlarni, tekshirish punktlarini elevat qoldi. Shundaq-ku. İnsanlarni ixtiyoriy holda kontrol qilyotdi. Bu irqiy qirg'inchilik sistemlashdi hozir Xitoyda. Buni sistemlik holda elib beryotdi. Mayli bizning madaniyatimizga, tilimizga, urf-odatlarimizga yo'qityotdi. Lekin insonlarningki bir nafas elish imkoniyati bo'lmayotdi. Bugungi majburiy emgakda insonlar o'zininki ziminida, o'zining yerlarida qo'l bo'lib ishlashga majbur qilyotdi. Bundaq bir holatda biz buni g'arb dunyosiga bu shaklda anlatyapmiz. Bu masala bu. Seninki bu insonlik, o'zining kishilik huquq prinsipiga kelyapti. Yana biri pul ishlatgan shirkat bilan sen raqiblashamaysiz. Shunaqmi? Xo'sh. Masalan, siz bekorlik ish ishlatsangiz yoki mening shirkatimga ishchilarga pul bersam, bu ishlab chiqargan malninki narxi beostdan o'sib bo'lmaydi. Bunga nima kelmaydi? Albatta. Shuning uchun masalan biz Germaniyadami ishchilar uyushmalari bilan ko'rishgan vaqtimizda bu Xitoy bilan hamkorlashsa, Germaniyadagi ishchilarniki yo'qolib ketayotganligini, bu ishsizlik olib ketadiganligini va tijoriy organlar bilan so'zlashgan vaqtimizda Xitoydagi bu majburiy emgak Xitoyda gerçi bu Xitoy kommunist rejimi 1949-yili bizning yurtimizni ishg'ol qilgandan bugunga qadar qilmagan shaklda davom tugimidi. Shunday logay deymiz, o deymiz, bu deymiz. Yerlik haşar deymiz. Haşar dedik. Ta 50, 60, 70. yıllardan tatip bugunga qadar bu davom qilayotgan bir ish. Buni to'xtatish bütün insoniyatninki majburiyati degan bu shaklda va har davlatninki o'zininki milliy manfaatiga taqab tushunishga tirashyapmiz. Masalan, bu Sharqiy Turkiston masalasida albatta biz dunyoda narsa manfaat ustiga qurilgan nimalar bor. Ko'pincha vaqtida ba'zi prinsiplar bor. Prinsipga bir inson prinsipimga rioya qilsam va manfaatimni olsam deydi. Biz da'vatqinimiz sen eğer Uyghur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun harakat qilsam, o'zininki insoniyatga bo'lgan prinsipingga rioya qilgan bo'lsa va uzun vadalik o'zininki mustaqilligini saqlab qolsa, shirkatlariningki bayashatligini saqlab qolsa va xalqlarningki ishni yo'qotmaydiganligini saqlab qolalaysa degan bu nuqtai nazardan tushuntirishga davom qilyapmiz. Xo'sh. Allah razı olsun. Endi Sharq Turkiston tashkilotlarininki mayli g'arbniki bo'lsin. Hamda sizlar hamda davomli men ilgari programmamda bir qancha qatim balkim so'radim sizdan. Albatta bugun dunyoning nurg'un yerlarida tashkilotlarimiz bor hamda asosiy jihatdan hamda sizlar berayotgan ziyorat qilayotgan yerda. Bo'lib mesela Amerika tarafdan, sizlar tarafdan bo'lib sizni kerak ko'rdimsam bo'ldi mesela Uyg'ur harakati bilan. Ko'p shu ziyorat mayli Turkiyaga bo'lsin yoki boshqa davlatlardagi ziyoratinglar. U yerdagi tashkilotlar bilan hamkorlik oldin ola ichida bo'layotgan yoki hamda tashkilotlarning faoliyatlari sizningki ko'zingizda qanday deb qaraysiz? Umumiy jihatni aytgan vaqtida. Birinchidan biz albatta Uyg'ur harakati bo'lsin, Uyg'ur tadqiqot markazi bo'lsin, biz bundan degan vaqtida diplomatlarga, davlat arboblariga bu masalani tafsiloti bilan tushuntirish uchun harakat qilyapmiz. Xo'sh. Bizningki kiralaydigan ishlarimiz bor. Ba'zi yerlik tashkilotlar qiladigan ishlar bor. Ammo biz Sharqiy Turkiston davosini tamsil qilamiz demaymiz. Bu bir farq bo'lsa bo'ldi. Biz faqat buni xizmat qilamiz deyapmiz. Sharqiy Turkiston davosini tamsil qiladigan bizning cho'ng tashkilotlarimiz bor. Xo'sh. Bu tashkilotlar bu Sharqiy Turkiston masalasini tamsil qiladi. Ular yilda bir qatim yo ikki qatim shura ochadi. Ochgandan keyin qarorlarni oladi. Biz Uyg'ur harakati, Uyg'ur tadqiqot markazi shu qarorlarningki chevrasi ichida faoliyatlarimizni olib boramiz. Va biz qaysi davlatga borsak boraylik, biz shu davlatdagi yerlik tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlashamiz. Biz ko'pincha vaqtlarda Allah Taala'ningki bergan ba'zi fursatlari bor. Biz ishni ocha olamiz, munosabatni qila olamiz, qarindoshlarimizni bir-biriga tunishtirib qo'ya olamiz. Aloqamizni yanchib ketmaymiz. Mana bilan aloqalashinglar, bundan keyingi ish sizlarning deymiz. Agar uni qamlashtirib qilsa, uning davomi chiqyotidi.
Meyli bu dünyanın ben misal vermeye köp bağın devletlerde biz davamlıq birinci kıldığımız yerlik teşkilatlar bilen hemkarlaşımız, ulağı haber birimiz, onun için kıldığın faaliyetlerimizi davamlıq dahil kılımız. Biz asas cihetten bu dava umumi bir milletin davası. Ben deyim bazı vaxtlarda bu dava teşkilatlardan çoğun. Biz Uygur devletlerden çoğun bir dava. Bazı devletlerden çoğun bir dava bu. Bu Xitay komünist rejimiga takabül turuş hazır. Bunda ayetindeyimiz. Çoğun bir iş. Ondan keyin bizninki, özümüzniki, biz kılayotgan faaliyetimiz to'g'ri so'rab qaldingiz. Bunda biz Xitay komünist rejimiga qarshi xalqaro bir ittifoqdosh yig'ish tarafdori bo'lyapmiz. Yani bununla mesela Müslüman devletlerine baksak, bu Xitay zade, Amerika Xitay'ınki terakki qilganini ko'ranmayotidi. Bu Amerika'nın o'si bo'lsa deb Xitay'ınki teşvikatlarını yoki shularning yalg'onlarini takrorlaydi. Shundoq qo'y. Agar biz ularning oldiga borgan vaqtimizda bu Amerikalar emas, bu davoga Yaponiyami ko'ngil biladi, Germaniyami ko'ngil biladi, Turkiyami ko'ngil biladi. Shundoq qo'y. Bir qancha Müslüman devletlar ko'ngil biladi. Bu davoga ega chiqish bundaq degan vaqtimizda bu qayil qilish kuchi texmi yaxshi bo'ladi. Ondan keyin bu Xitoy komünist rejimiga biz bir deymiz xalqaro bir taqabül turush, qarshi turush, Uyg'urlarni qo'llash bir harakatini vujudga chiqarishimiz kerak. Biz buningda hozir bunda qarasangiz ba'zi vaqtida ko'zni ko'gili bo'lmasligi mumkin, qo'lda tutquli bo'lmasligi mumkin, ammo bu asos selinmayotdi. Hazır bizning Uyg'ur tashkilotlarimiz Latin Amerikalarga badiy shundaqku. Yevropada bo'lyotdi, Afrikalarga, Müslüman dünyasıga, Sharqqa, G'arbga. Agar biz buni hammamiz masalan bir milliy manfaatimiz uchun mengayotgandan keyin biraz aramızda azroq koordina qilib boshlasak bence biz bu g'alabaga yetimiz deb qarayman. Mencha hozirgi Sharqi Turkiston tashkilotlarininki, Uyg'ur tashkilotlarininki ilib berayotgan faoliyatlarini men ijobiy qarshilayman. Ama selbiye karşılaydıgan tripim bizninki yurttaşlarınki, halkımızınki Xitayning yaqindan biri elib berayotgan ta'tir teşviqatı yoki dantaşlab berishiga aldanmasligini umid qilaman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi ba'zi savollardan balki sizni bearam qilgan savollar bo'lishi mumkin. Men aniq so'rayman. Devatsiz hamda haqiqatan ba'zan Turkiyadan biz hattoki ko'nglimiz yerim bo'ldi ba'zi ahvollardan. Sizlar masalan davomli holatda shu o'tgan yilgi suhbatimizda shular bir gapni qildingiz hamda shu da'vo xalq bilan bo'ldi deb. Masalan shu qatimgi savolimda men nimishqa Turkiyaga ko'p kelisizlar deb degan bir savolim bor endi. Xalq bilan chunki meni xalqimiz ko'p bo'ldi. Mesela muşqatimmi 5 hozir iyul oyida turyapmiz mana 5 iyulda butun dunyoda nurg'un faoliyatlar bu Urumchi qatliami to'g'risida har xil faoliyatlar bo'ldi. Turkiyada cho'ng namoyishlar bo'ldi. Yevropada siz yashayotgan Amerikadami, Yevropada nurg'un xalqimiz tamush Turkiyadami ijrat qilib chiqib ketgan balkim sonni minglarcha qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Şu yerdimi xalqlar ama lekin şu yerdimi mesela Amerika'da ikki yerda namoyish bo'ldi. Biz xabarini berdik. Hem Aqsarayning oldida, hem Xitoy elchixonasi oldida. Bu xalqning soni sizlarning bizga deyotgan son Uyg'ur xalqi manchiga yashaydigan xalqning soniga nisbatan ama barmoq bilan sanoqchi yo'q darajada oz hamdi. Sizlar shu yerda faoliyat qilyapsizlar. Shu davlatlarda xalqimizga nurg'un davoni bilan chiqmanishimiz kerak. U yerdagi xalq Turkiyaga nisbatan hiçbir derdimi yo'q. Iqtisodiyotni hamma turmushi joyida o'rlashib bo'lgan. Turkiyadagi mesela nurg'un qiyinchilik yashaydigan insonlar oz bo'lgan bir yerda turgan xalqimizmi qarasa hamda u yerdagi kishilarning ozligiga qarab inson degisi keldiki, u yerdagi tashkilotlar shu xalq, shu yerdagi xalqlarimizga yetarlik. O xalqni sizlarga qoyil qilinmadinglarmi? Nimishqa maydonlarga ko'plab minglab ularni maydonlarga chiqolmaysizlar degisi keldi hamdadim. Buning javobingiz nima? Albatta bu nayte muhim bir savol. Biz bu savoldan qochib qutulamaymiz. Buni haqiqatni deyishimiz kerak. Sharqi Turkiston davosi cho'ng bir davo. Bu davo namoyish bilan bo'ladi. Bu davo uzluksiz
қалам күреш bilan bo'ladi. Bu dava uzluksiz bir-birimizga yordam qilish bilan bo'ladi. Bu dava o'qish bilan bo'ladi. Bu dava pul tepish bilan bo'ladi. Bu dava pul yordam qilish bilan bo'ladi. Bu alaqa cho'ng bir dava bu. Ba'zi vaqtlarda biror narsaninki azib qolganlari bilan qarab, tashkilotlarimizga tamamen hujum qilsaqmi bo'lmaydi. Ama təşkilatlarımızmı bunun davamlıq etibarda tutuş kerak. Yani xalq bilan bo'lgan munosabatni davamlıq yaxshilash kerak. Chunki xalqning nima ehtiyoji bor? Xalqningki umidga ehtiyoji bor. Umidni saqlab qolish uchun nima lozim? Natija lozim. Siz tijorat qilsangiz, ayning oxirida topgan pulga qaraysiz. Tutasiz uni. Shundaqmi? Bizmi xalqimizga qo'lga keltirgan natijalarni yo'qotgan yoki mag'lub bo'lgan taraflarimizni buningdan keyin nima qilish kerak deganliklarimizdan davomli tushuntirishimiz kerak. Biz davomli qilgan ishimizni to'g'ri ko'rsatsak, davomli qilgan ishimizni g'alaba qilib ko'rsatsak, vaqtida bu mangmaydi. Shundaqmi? Bu tashkilot degan nima desangiz, xalqning yoki millatning davoninki yig'ilib biroz aloqa sistemlik oldida ilib boriladigan bir faoliyat bu. Ya'ni bu xalq bilan bo'ladigan faoliyat. Ammo bu xalqning ichidagi tashkilot degandan davomli tashkilotchi degan nima ish qildi? Bugun vatandinim bo'ldi deydi. Shunaqmi? Vatanga qaraymiz. Chunki bizning da'vo vatan da'vosi, millat da'vosi, din da'vosi. Shunaqmi? Bugun Sharqiy Turkistondagi bugungi kun nima bo'ldi? Bugun Sharqiy Turkistondagi xalqning ahvoli nima? Xitoy nimani da'vatidi? Kommunist rejimi nimani qilyotidi? Nimani qilmoqchi? Uningki hammani uchiqmi demaydi. Buningdan nimalarni biz kuzatishimiz kerak. Nimalarni tadbir olishimiz kerak deb boshlagandan keyin ondan keyin harakat ko'tadigan gap. Ma'ni qilaman, aytaman. Ba'zi vaqtlarda jang biz jang degan hozir axborot jangi bo'lyotdi. Ilm jangi bo'lyotdi. Mavjudlik jangi bo'lyotdi. Bizningki mavjudlik jangi degan vaqtimizda Uyg'urligimizni, Sharqiy Turkistonligimizni, e'tiqodimizni, madaniyatimizni, tilimizni, san'atimizni, chiroyli qiyofetimizni, xushxuy chiroyimizni, tariximizni saqlash bizning majburiyatimiz bo'lyapti. Xitoy kommunist rejimi bugun Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik olib borgan bo'lsa, bugunimizni ham yo'qotmayotdi bu. Bu bugunimizni mi yo'qotyapti? Kelgusimizni mi yo'qotaman deyapti? Va bizning necha ming yillik tariximizni mi qaytadan ishg'ol qilib, tariximizni mi yo'qotishga tirishyapti? Xo'sh. Demak, bu jang cho'ng katta bir jang. Bu jangda tarixchilarga tushadigan tarixiy masalalarni yozadi. Qalam tutalaydi. Shundaqmi? O'qituvchi bola o'qitadi. Muzdovchilikni qildi. Qassoblikni qildi. Undan keyin hammamiz birlashib mangadigan bir jang bu. Bu jang uzun jang. Xo'sh. Bu nima deyiladi? Deymiz, varru jang bo'lmag'achqa bu bak nima deymiz? Herib qoldigan bir jang. Ammo bu jangda innemal a'malu binniyat deydi. Agar biz Sharqiy Turkistonliklar men o'zimninki hayotimni mushu Xitoy kommunist rejimininki qilgan zulmiga qarshi turishga, xalqimni qutqizishga, adolat uchun, azon ovozining to'xtab qolmaslik uchun atidim deb niyatni qilib, shuning ijobida ishlasa, turmushini qamdasa, bolasini o'qitsa, qarindoshlarga yordam qilsa, mushu kurashni mangsa, biz shehidlik qilishalaydigan bir nima bor, imkoniyat bor. Buni balki diniy ulamolarimiz siz ko'p suhbat qildingiz, bundan yaxshi nima qila oladi? Bu narsa. Endi hozir yana bu masala nima desak bo'ladi? Hozir Xitoy kommunist rejimi bugun qattiq bir yangi bir sistem bilan irqiy qirg'inchilikni yo'gayman deyapti. Yo'gashni qanday qilyapti desangiz, ko'ziga ko'rinarlik bu irqiy qirg'inchilikning ko'ziga ko'rinarlik narsalarni yo'qityapti. Masalan, 1 kilometr, 1,5 kilometrdagi tekshirish punktlarini yo'qotdi. Ba'zi lagerlarni turmaga aylantiryapti. Lagerdagi insonlarni uzun muddatlik yoshlarni qo'lga o'ykisib buni va Sharqiy Turkistondagi yoki Xitoyning ichkiridagi turmalarga yo'tqyapti. Buna qarasangiz bu turma deydi. Bu jinoyatchi deydi. Buni biz qonunning moddasiga ko'ra bunday hukm kesdik deyapti. Qap qolganlarini bunda qarasangiz kirib chiqqili bo'lgandek darajada, ammo insonlarni o'zini kontrol qiladigan holga kelyapti. Bularningki nimasi qulluq ishlaydi. Uningki yegan tamoqi pulga, yotgan yotiqi pulga.
İşlep numaralaş kerak. Keş taraflarda ügünüş kıldı. Qarısanız erkindikidek ama bu şekilde buluyordu. Şehirlerimizni isimlerini özgertişke başladı. Büyüktevenli Cenab Kuyutkayımız degen bu siyasetini siz memnunumdan birisiz. Hazır çoğun koşularının ismini Xitaycılaştı oldu de. Çoğun şehirlerinin etrafıga yeniden şehirlerini yasak oldu de. Bu şehirlerin ismi Xitayca. Hazır Xitay haritaya qarısanız bu xuddi Xitayning ichki өлkələrdikidek bir holatga ketib boradi. Bu iqtisodiy jihatdan, ta'lim tarbiya jihatdan, besim jihatdan, zodi insonlar bir qatim lagerga kirib chiqqanlari qo'rqab, zodi nima qilmaydi, qadam olmaydi. Bu shaklda qilyotadi. Va chet eldagi ba'zi Xitoyning beshini og'ritgan yoki nima qilgan demdi, qanaqa bu og'ritudi deb qaraganlar bilan urug' tuqqanlari bilan bir aloqa munosabat qilish imkonlarini beryotadi. Bizningki ba'zi olgan ma'lumotlarimizga qaragan vaqtida ba'zilarininki urug' tuqqanlarini akilib kurashtirib aketgan ahvollar bor. Bu masalalar bor. Ve ba'zilarininki Xitoydagi musodara qilingan mol mulklaridan bir qismini berishga boshlagan ahvol bor. Bundan qoldi albatta ko'pchilik mol mulkimni olamanmi degan umid bu tarafga to'g'ri kelyapmiz. Tashkilotlar bo'lish fikimiz bilan xalqimiz buni yuzinyapti. Onundan başka Xitay özününki diplomatik munosabatlaridan foydalanib, masalan, O'rta Osiyodagi 5 Cumhuriyetninki rahbarlarini apadi bilasiz, Şengen apadi. Hazır ular bilan to'xtam tuzdi. Ular Uyg'urlarga yoki Qozoq, Qirg'izlarga Sharqiy Turkistondagi bir narsa bo'lmadi degan shaklda so'zlashga boshladi. Masalan, Qozog'istondagi raisi To'qayevninki qilgan so'zlari. Bu nimenki Qirg'izistonning raisining qilgan so'zlari, buningki dalillari. Bular orqali bu irqiy qirg'inchilikni yo'gashga boshladi. Yana biri o'zi akilalagan masalan Arab Lig deymiz, Arab Birligi tashkilotlarining rahbarlarini apadi va bu musulmon davlatlarda har xil shu boshqa yerlarga o'xshash din bilan, iymon bilan munosabati bo'lmagan qurilgan nurg'un jamiyatlar bor. Ularningki temsilchilarini apadi, diplomatlarni apadi, Indoneziyadan Turkiyaga tutun, Argentinadan Braziliyaga qadar apirib haqiqatni sizlar so'zlanglar deb bularga dügüzüyotdi. Onundan başka Amerikalik, Yaponiyalik, hatta Türkiyelik, Arap nurg'ulg'an bloglar bor. Halaqa ijtimoiy taratqularda YouTube orqali sayohat qildik, xotira bordik degan bularni apirayotdi Xitoy. Bular orqali buni bu yerda qanday irqiy qirg'inchilik bor degan bular orqali tashviqotini qilyotdi. Onundan keyin chet elda nurg'ulg'an bular o'zlari mablag' solib aql ambarlarini qurdi. Aql ambarlari chiqib bu Xitoyning nimasi Uyg'urlarni til o'rgatdi. Yangi sharoitda yashash pursti yaratib berdi. Bu chet elda ishsizlik degan cho'ng bola, bularga ish berdi. Degan bu shakllarda ta'tir tashviqotlarni qilyotdi. Bundaqkan albatta bizningki tashkilotlar bu yerda eg'irchilikqa yoki qiyinchilikqa duch keldi. Chunki xalqimizningki buningga ko'pinchisi ehtiyot bilan muomala qilyotdi. Masalan, bu da 7. ayning 5'idagi namoyishida siz deganingizga o'xshash mayli Turkiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, dunyoning qaysi joylarida bo'lsin, namoyishga chiqqanlarning soni azaydi. Shunaqa. Undan keyin ba'zi namoyishchilar hozir Xitoy elchixonasining oldiga berib, Xitoyga bo'lgan noroziligini bildirmasdan namoyishlarni boshqa yerda qilishga boshladi. Bizning bir qancha namoyishlarimiz bor Xitoydan intiqom olgan. G'olji qirg'inchiligi bor. Bizning G'oljidagi yoshlarimizni qirayotgan shu G'oljida o'z vaqtida 97ning oldinlarida bu Qozog'iston, Qirg'izistonlar ozod bo'lgan 91dan keyin 91dan 95-96gacha Xitoy sistematik holda bizning bu Sharqiy Turkistonning shimoliy rayoni bu Mo'g'uljidagi qarindoshlarimizni oqchigish bilan yo'qotishga bektirishgan. Ayt olib ketgan. Qarindoshlarimiz biz diniy axloqimizga, mashribimizga bog'lansak, buni yo'l qo'ymaymiz, o'zimizni qutqizib qolamiz deb harakat boshladi. 97da buni boshladi. Buningimiz. Bu o'zimni saqlab qolaman degan, musulmon bo'lib, Uyg'ur bo'lib, zaminimda hayot qolaman degan kurash bergan qarindoshlarimiz. Buni o'ltaganlar Xitoylar. Buni biz Xitoyning oldiga biz unutib qolmadik, senning qisosimizni olamiz deydigan vaqa. Shunaqa Urumchi qirg'inchiligi Büyükteven'ninki askerlerini, sakçılarını, sivil kiyimini giygizib
xuddi Xitoy bilan Uyg'urning orasida muomala bo'lgandek lam Uyg'urlar deganni o'rib, soqab, chiqib o'ltirayotgan voqea. Shundaqku. Buningdimi biz ba'zi namoyishlar bor. Bu namoyishlarni Xitoy elchixonasining oldiga berib, qotil, sen meni qarindishimni o'ltirding. Men buni unutib qolmadim. Qisosini olaman. Seni adolatning oldida javobgarlikka tortaman degan bu namoyishlar. Bu Xitoy elchixonasining oldida bo'lgan namoyishlar. Qarindoshlar, bu yerga hozir bo'lmagan ahvollarni ko'ryapmiz. Shunga hamda oxirida deb kelsak, albatta bu tashkilotlarningki mas'uliyati. Har bir insonning mas'uliyati, har bir Uyg'urning mas'uliyati, har bir qarindoshning mas'uliyati. Bu bir millatcha kurash bu. Buni bir-biridan ayirishga bo'lmaydi. Albatta tashkilotlarning bu davomli to'g'ri kelib ketdi degili bo'lmaydi. Biz o'zim bir tashkilotchi bo'lishimiz bilan ba'zi vaqtlarda inson bo'lgan degan xatoliklar o'tadi. Tashkilot rahbarligi tushgan narsa xatolikni ustimizga olsak ishlam bo'lmaydi. Chunki munosabat xalqimiz bilan xalqimizninki mu az ko'p tur qo'saq ko'pik bo'lsa tashkilotchilar bilan ayrim paranglashib bu masalani hal qilib umumiy nimaga millatning safosiga ziyon bermasligimiz kerak deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi vatandagi ahvolni so'ramadim endi. Vatandagi vaziyat ahvoli hammamizga ma'lum Uyg'urlarningki. Chet eldagi muhojiratga har birimiz o'z ajoyib keng bilimiz deb qarayman deb. Hech vatan dardi bo'lmaganlardan boshqa. Endi so'zlab o'tdingiz hurmatli Abdulhakim efendim. Endi shu Yevropadagi erkin dunyodagi tashkilotlarning masalasi, masalan, xalqimizning rozi bo'lishi, atrofida o'lishi yoki norozi bo'lish degandek. Bugünkidek vaziyatda siz nurg'un organlardan ko'rasiz, balkim sizlarga shu organdagilar yoki davlat rahbarlaridan ko'rishgan vaqtinglarda Uyg'urlarning bir kuch mush bo'lib kelanmaganligidan sizlar oldi bilan o'z ichinglarda birlashinglar degan gapni anglaydigan bo'lishingiz mumkin hamda. Bugun shu vaziyatda yuqorida so'zlab o'tgan shunchalar ig'ir bir vaziyatda turgan bir xalqning sirtdagi muhojiratdagi mayli eng erkin deyilayotgan ta Amerikadan Yevropa davlatlaridagi xalqimiz bo'lsin, parcha holatda hamda bir-birini e'tirof qilmaydigan, bir-birining orqasidan qilayotgan gaplarni inson tasavvur qilsiz gaplarni qilayotgan ahvolni ko'ramiz. Bu albatta umumiy shaklda umumiy jihatni aytgan da'voyimizga ziyon beradigan. Shu davlatdagi shu davlat rahbarlariga, shu davlatning bizni qo'llag'usi va lag'am nisbatanmi yo bu go'ylar to'rttal odam turib o'zining eng chong dushmani Xitoyga nisbatan bo'lsin, shuning qarshi bo'lsin birlashanmagan nimalarni ish chiqmaydi degan shaklda bir ko'rinish berayotgan bir ahvol bor hamda. Hammasi so'zda, hammasining gapi sizdan kelsam siz gap qilasiz. Yana birsini kelsam u o'zining to'g'ri deb gap qildi. Olamni ma'lum qildim, shundoq go'zal gaplarni qilib degan qoyili qo'ydi masaladagi insonlar. Ammo natijada sirtdan bizni kuzatgan insonga nisbatan parcha bizlar. Bu vaziyat nima uchun hamda sizcha? Albatta bizningki zaminimizni besib olgan, bizga irqiy qirg'inchilik qilib berayotgan bu rejim dinsiz, axloqsiz, prinsipsiz bir rejim ve bu rejimni bugün başqurayotganlari medeniyet inqilobida insoniyat tarixining eng qorong'ulik davrida cho'ng bo'lganlar. Balaning dadaning balaga, qarindoshning qarindoshga qarshi chiqib, shu pipan qilibdi Xitoycha. Ashunday qilgan davrida cho'ng bo'lganlar. Bularda shunga rahimmi yo'q, adolatparvarlikmi yo'q, insonparvarlikmi yo'q. Bu shunday bir rejim. Bularningki qo'lidan xalqimizga kelayotgani o. Ammo bular Sharqi Turkiston tashkilotlarini yoki Sharqi Turkistonlik da'vogarlarni chet elda kelib yo'qotmaydi. Chunki davlatlar qo'g'daydi. Biz chet el davlatlarining puhralari. Bularning qo'lidan keldigini nima desa, birinchidan bularni e'tiborsizlashtirish, inovatini tukash. Bularning o'tirisiga fitna selish. Bu tashkilotlarni bir-biriga dushman qilish. Bu tashkilotlarning rahbarlarining ba'zilarini ko'tarib, ba'zilarini tushirib, orasidagi yalaqadim deymiz. Ziddiyatni yo'g'intib o'tish. Bu dushmanning qiladigini bu. Lekin Uyg'urlar, men sizningki bu ko'z qarashga biroz farqli qarayman, chunki men buni xili ijobiy qarayman.
Biz Uygurlar, Şarkı Türkistanlıklar meyli şu kadar çeçilangı bulaylı, birbirimizden aramızda cidal kılaylı, birbirimizde hakaretleyli, birbirimizde tıllaylı. Lekin biz Şarkı Türkistan teşkilatları yaki rehberleri bir neside birleştikçe biz vatandan müstakillikada, halkımızdan kutkuzuşta, teslim olmaslıkta. Xitay komünist rejimine teslim olmaslıkta biz bununla birleşiklik. Bunu kana teslim olmaslıkta desiniz, Xitay komünist rejimi mesela Tibetliklerini teslim kıldı. Ötken dalaylama qaysı günü? Ben qaysı günü dep öttüm. Degeninizde dalaylama 2001'den 2008'gacha Ali muhtariyet talep kılımen dep Tibet'ninki sürgün hükümetidekiler Beijing'e berip Xitay rejimi bilen söhbet edip bardı. 7-8 yıl devam kıldı bu söhbet. Bu söhbet jaryanida Xitay'a dep bunu paranlaşıp 2008'deki olimpikni Beijing'de ötküzüp algandan keyin kötü qasqanını dedi. Nim boldu? Tibetlikler bunun bilen Xitay komünist rejimi dedi ki, qara bütün özünün xalqiga dedi. Tibet bizning zeminimiz. Bularninki auzubillah xudosimi biz bilan birga yashayli da'vatıdı. Tibetdeki xalqi dedi. Sen bizninki. Hatta nima bu Dalai Lama biz ayrılmayımız da'vatıdı dedi. Ve Tibetliklerini qo'llayotgan chet eldagilarga mi dedi ki, qara bu mening ishki masalam. Sen aralashma mening ishki masalam. Çünkü bu Dalai Lama Ali muhtariyatga razı geldi da'vatıdı. Siz belki bilmeysiniz, şu vaqtlarda Uygurlarning ichida Ali muhtariyat qilayli, qilmayli degan yig'inlar ochilgan biz vaqt bo'lgan, ama Uygurlar buni rad qilib keldik. Biz chet eldagi Sharqi Turkistonliklar bunga taslim bo'lmadik. O'z taqdirimizni o'zi belgilaymiz, o'zimizni o'zimiz boshqaramiz. O'zimizni o'zimiz boshqarib, o'zimizning davlatimizni biz qaytadan qurilib bo'lgan davlatdan qaytadan joyga akilamiz. Chunki biz Xitoyning hech qachon bir parchasi bo'lmagan emas degan bu şekilde ketib boramiz. Hem de chet eldagi tashkilotlarning albatta aralarımızda insani nimalarmi bor? Yani insani sebeplermi bor? İnsani münasebet sebeplerimiz mi bor? Çünkü chet elde bildiğinizde hech qanday tashkilotning ya turmusi yo'q, ya mahkemesi yo'q, ya onu bir taraf qiladigan ish yo'q. Shundaqmi? Biri bilan so'qashsa shu varrovur bilan ketib boramiz. Aslida biz Sharqi Turkistonliklar bundan keyin bir iliq nima deymiz? Hozir milliy shura davatimiz, milliy nima davatimiz bir qancha nimalar bo'lyapti. Bu shaklda bu masalalarni hal qila olishimiz kerak deb qarayman. Undan keyin ba'zi yoshlarninki mavjud tashkilotlarninki ko'z qarash prinsiplariga razı bo'lmasdan boshqacha harakatlarni ilib berish yoki texmi qattiq yo'llar bilan ilib berishni sinashga urinyapti. Buni malaqa dushmanlik bilan qarshilanmaslik kerak deb qarayman. Buni e'tirof qilish kerak deb qarayman. Mening shaxsiy o'zimning fikrim. Va eng muhim bo'lgani Sharqi Turkiston tashkilotlari Sharqi Turkiston milliy ozodligi uchun kurash qilgan shaxs, harakat yoki tashkilotlarni inkor qilmaslik kerak deb qarayman. Xo'sh. E'tirof qilmasimi, inkor qilmaslik kerak. Chunki bu da'vo cho'ng da'vo. Bu inkor qilsak nima farqimiz bo'lib qoladi shu? Bunga e'tibor berishimiz kerak. Mayli Turkiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, tashkilotlarning orasidagi munosabatlar ba'zi vaqtlarda kutkunimizdan mangmayotganligini his qilyapmiz. Bence bizdeki tashkilot rahbarlarimiz bununki biladi deb qarayman. Ularninki bu masalalarni bir taraf qila oladi va bir-biri bilan nima qilmasdan, tirkishmasdan xizmat uchun diqqat e'tiborni bu masalaga qarab ketib boradi. Ama biraz vaqt chiqarib aslida dialogni o'zaro dialogni biroz kuchaytirib ba'zi tafriqa, ittifoqsizlikqa sabab bo'ladigan omillarni ap tashlashga biraz ehtimom berish kerakligini, zarurligini ta'kidlayman. Xo'sh. Endi shu Amerikaninki yani şu siyasetiga, Xitoyga bo'lgan siyasetiga, Tayvan masalasi uzundan buyon siz abayim so'zingizda boshda bu o'zak masalasini ayrim inshaalloh yaqinda suhbat qilaman. O'zak siyasi ustidan. Çünkü bunun yani milyardlarca pulga münasebetlik ve o devletlerninki hammasi resmi ana meselesiga aylanib qolgan bir masalaga aylandi hozir. Bu mesele Tayvanning meselesi mi shundaq rayon
nəhayət ciddi bir vəziyyət ketyapti. Hər gündəgidək bizim xəbərlərimizdə unda xəbər çıxmaydigan gün yox deyək çıxıptı demdi. Bu vəziyyət Amerikanınki məsələn neçə il ilgari İslam Partiyasını Türkistan terrorluq tizimlikdə Xitay yıllarca bunu işiga salıb bunu qarlab kelayotgan damda xalqarada chiqirib o'tgandan keyin masalan Xitoyningki asosli maslik kelsam bu yerda Xitoyningki bir o'ziga ig'ir bir tahdid ekanligini allburun tunib yetgan Amerika buni o'zining hozirgi barliq ittifoqdoshlari bilan birga o'zini shu boshqa ittifoqdoshlarini o'zining orqasiga tizyapti hamda men bilan birga Xitoyga qarshi hatto mush qatim Blinken Sharq Janubiy Osiyo davlatidagi yig'indagi shu qatnashgan vaqtida ularni bugungi xabarini berdimda qo'naman. Shu hambisi birlikda Xitoyga qarshi harakat qilishimiz kerak bu rayonninki nima shuni. Bizning bundaq bir kuchni yiqitish uchun albatta siz hamda tadqiqot markazining ustida turayotgan birisi bo'lasiz sifatingiz bilan va albatta Washington yana boshqa nurg'un tadqiqot markazlarida buning yaqin va uzoq kelgusi siyosatlarini belgilaydigan nurg'un analiz maqolalar e'lon qilinyapti. Sizcha hamda bu terrorlik tizimlikdan chiqarib o'tishdagi maqsad markaz bekadan bir masala emas hamda. Sizcha bu vaziyat bugungi Rossiya Ukraina vaziyatdagi bir vaziyat elishi uchun bir basqıçның başlanışı şu vaqtdaki bunun bir işaretleri, alametleri körülüyotamdı sizce. Çünkü Xitayni agar resmi yo'qdi men acizlaştırman desem bizdek zulüm uçurgan bundaq özünün mustaqilligini izləyotgan xalqlarga butkul g'arib cho'qim qo'lidan kelgan barliq yerdan faqatlan bo'lgan siyosiy jihatdan yerdan emas boshqa jihatdan yordam qilishga majbur ekanligini bildim. Çünkü analizlarda bu uçuk deyilyapti hamda. Lekin bu amaliy harakatga sizce qachon o'tishi mumkin? Birinchidan bu siz degan o partiyani terrorlik listasidan chiqarib o'tishning sabablari albatta uni nurg'unlagan insonlar yo'l mangdi, kuch chiqadi. Chunki bilganingizdek bu Xitoy kommunist rejimining bir butun Uyg'ur, ya'ni Sharq Turkiston xalqini, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Sharq Turkiston yashagan xalqni terörist deb qalpoq kiygizishga sabab bo'lgan bir demetdi bu. Buni Xitoyning qo'lidan ilib kerak edi. Xitoy bilganingizdek 2001-yildagi 11-september terror hareketidan keyin bir kundan butun Sharq Turkistonlik xalqni terrorist deb e'lon qilgan. Terrorist muomalasini qilgan bir davlat. Xo'sh. Bence bu Amerika tarafı bununla qail bo'ldi ve ahirde bu emelden kaldırıldı. Çünkü Xitoyninki neçe milyonlagan insanı lagerga solup edişi bu irqiy qirg'inchilikni olib berishidagi sabablardan birisi o'zlarininki Xitoyning deyishicha shu kuchninki uchchaligi zarb berishning birisi shu. Bu undan kaldırıldı. Hem de yeni biri Tayvan meselesi ve Janubiy Sharq Osiyo dengizidagi bu meseleler bu stratejik meseleler. Xitoy bugün Xitoyninki kimligini Xitoy qandaq bir davlat deyish uchun Xitoyninki qo'shnilardan so'rasangiz biladi. Uningki qanday bir holatga kelganligini. Buni Hindiston tetidi. Hindiston bilan chegara masalalarida to'qinishlar bo'ldi. Nepalda hozir Xitoy nurg'unlagan yerlarni elib mahallalarni silishga boshladi. Butanda qilyotdi. Laosni atrofiga qarasangiz o taraflarni qilyotdi. Chegara rayonidan Myanmarni Burma demdik. Burma'nınki bir yerdeki xunta askeri rejim bilan birleşip yani Rohingya degan bu musulmonlarga zulm qilishi bu Xitoyninki nimasi bor. Bugun qarasangiz Janubiy Koreya Xitoy bilan bo'lgan tijoriy masalalarni aytib eg'irlashyapti. Shimoliy Koreya Xitoyning qo'lidagi demdik, hamda qo'lidagi nom berib beqiyotgan ishga o'xshash. Va bu Shimoliy Koreya orqali Xitoy Yaponiyani tahdidga solyapti. Çünkü Şimali Kore'deki o manyak demdik saran bir bombani etip koysa Japonya'ya gelen barada düşürdü. Japonya'nı tehdit kılıvatıdı. Xitoy bilan munosabati yaqin elib kelgan Pokistonda hozir qattiq bir siyosiy qalaymaganchilikning ichida, chunki Pokistonning iqtisodi mangmayotadi. Xitoy asosiyatdan bu Pokistonning iqtisodini vayron qilib, tig'imi avara qilib, o'ziga tig'ib bog'lashga tirishib ketayotgan bundaq bir nimada bo'lyapmiz. Bundaq bir şekilde bu G'arb dünyasının elbette özünün menfaatini oylasa, insan hakları meselesini oylasa,
Uyg'urlarga qilinayotgan zulmni o'ylasa, hattoki bu Xitoyninki bugun mush Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik olib bora oladigan holatigimi bu g'arbliklar bularni texnologiya bilan ta'minlab, bilim bilan ta'minlab, ekib qo'ygan javobgarlari. Agar bu nuqtadan qarasa, albatta bizniki orzuyimiz darhol bunga harakat o'tib, Xitoyninki iqtisodiy, siyosiy, diplomatik narsalarga zarba berib qilsa, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish mumkin. Ammo bu bir arzu. Davlatlar real siyaset olib boradi. Real siyaset o davlatninki milliy manfaatiga, qisqa va uzun vadalik manfaatlariga qarab va prinsiplariga qarab bo'ladi. Hozirgi ko'rinish Xitoy kommunist rejimiga ninki o'zi nima qilgan bo'lsa, shuning qarshiligini olyapti. Masalan, Quad Step bir nima qurildi, o'zingiz bilgandek, Avstraliya, Yaponiya, Angliya, Amerika bir birlashma, bir harakat bo'lyapti. Hozir bu Hindistonninki dengiz armiyasi kuchlanayotdi. Fransiyaning Miraj degan aeroplanlarni olib yerlashtiramiz deyapti. Xitoyning atrofi qo'rshilyapti. Bu deganlik cho'qim bular Xitoyni joylaydi, bizga mustaqilligimizni olib berdi deganlikka avtomatik holda kelmaydi. Bu bizning orzuyimiz. Endi siyosatda albatta nazariya bor. Geostratejik nazariyalar bor. Bu nazariyalar davomli to'g'ri chiqqan emas. Sovet İttifaqının parçalışını mı bilinmeyen. Şuna ko. Köpünç Allah'da alaka. Bu boğanın kim? Anda boğan, bunda boğan deydiğen nezriyeler buludu. A devlet ana kısım, ana kıldı, bana kısım. Bu nezriyeler. Bazı vakitte emniyetke uygun kemmeydi. Ama nezriye bombası mı? Devletlerinin münasebetini düşünüş tezki toktaydı. Ama siyasette emri vakı deydiğen bir nasibi. Emri vakı degen biz Uygurlar kanda kılsak Uygur meselesini gün tertipte tutalayımız. Mesela biz karan ma'lum bo'lganidek o'tgan hafta Anqarada ona tilni irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan vaqtda ona tilimizni qanday qilib qo'g'dab qola olamiz degan bir yig'in ochildi. Uyg'ur akademiyasi yig'inni ochdi. Buningga butun asosiyatdan g'arb va boshqa yerlarda Uyg'ur ona tili maktab ochganlarning mas'ullari keldi. O tilni chiqarganlar keldi. Bütün Sharqi Turkiston tashkilotlari ketildi. Hemimiz mevcut bulduk. Ve bu mevcutluğumuz mu? Türkiye'deki saylamdan keyin yeni kabinet teşkil kılıngandan keyin Ankara'da buldu. Ve bununla bu ana tilini qo'g'dash uchun mablag' selayotgan ya samoqchi bo'lgan Amerikaliklarni o'zi kelib, "Meni biz Uyg'urning ana tilini qo'g'dash uchun yordam qila olamiz" degan bir yig'in biz Ankara'da ochdik. Bu bir amr voqe. Qanday amr voqe? Biz Türkiye hükümetiga, Türkiye siyasetçileriga, Türkiye akademiyasiga davetimiz ki Türk tarixinin ayrılmaz bir parçası bo'lgan Uyg'urlarninki tili, medeniyeti, tarihi yo'qolib ketish tehlikasi turibdi. Bu tilni qo'g'dash uchun biz bu yerga yig'ildik, shunaqmi? Bizga quloq solinglar, bizga imkoniyat yaratib beringlar, fursat beringlar. Türk tarixini asoschilaridan bo'lgan Mahmud Qashqari kitobxonasi ochaylik. Yusuf Xas Hacip kitobxonasi ochaylik, shunaqmi? Uyg'ur madaniyatini taraqqiy qilish, san'atini taraqqiy qildirish markazlaridan quraylik. Bunga bu Turkiyada imkoniyatlar bormi? Bor. Ko'p ishlar ketmaydi, shundaymi? Buni qilinglar. Biz buning uchun mana butun dunyodikilar yig'ildik. Hatto Amerikaliklarni bunga yordam qilishga tayyor bo'lyapti degan mesajni berdik. Bu siyosiy bir mesaj. Bu amr voqe deganimiz hamma tashkilotlar qatnashdik. Çünkü til hemmimizden. O'quvchimiz so'zlaydi bu tilni, solchimiz so'zlaydi, shundoqmi? Hammamiz ishlatamiz bu tilni. Bu tilni qo'g'dab qilishimiz kerak degan bunday yig'inlarni ichildi. Buningdan keyinmi bu nimaga g'arb davlatlarininki avtomatik holda albatta arzularimiz o g'arbliklarninki desteklashini qarang. Yeni bir nimamiz, yeni bir arzuyimiz hem amaliyatmi, açık haqiqatmi? Xitoy komünist rejimi İslam itiqadiga, İslam diniga urush echiyapti. Müslümanlarni o'ltirish başka bir narsa. İslam dininin o'zini yo'qotish bu başka bir narsa. Shundaqmi? Bu bizning vatanda Qur'oni Xitoy komünist rejimi davlat sifati bilan Qur'oni Karimni ko'ydadi. Masjidlarni yiqyapti, barlarga aylantiryapti.
islom dinini xitoychilashtiraman deyotdi. O'z tashviqot Shanxua xabar agentligida qilyapti-da. Buni biz siz bilan biz degan gap emas. Buni da'voga vaqtida islom ishbirligi tashkiloti xuddi anglamaganligidek 57 davlatchi. Ammo Shvetsiyada birisi bir Qur'onni ko'ydasi islom ishbirligi tashkiloti yig'inib buni tanqidlayapti. Ya'ni bu bir aloqa deymiz. O'zining da'vosiga sodiq bo'lmaganlik. Nifaq demdik buniki bir munofiqlik bo'yicha 200'lik bu mana degan vaqtida. Bizniki arzuyimiz bu bütün Müslümanlar, Türkiye devletler, insaniyet buna sahip çıksın. Ve bunu sahip çıkışı için bunu çöndürüşümüz gerek. Bunu biz anlatış, sözleş bizge bağlı. Ben sizden programınızda bir katım bir karındaşının diyen gibini anlap kaldım. Bugün Şarkı Türkistan davasını anlatımen deyip avarı bulmanlar, Şarkı Türkistan davasını uxlap yazsanlar üzünüzü anlatıdı. Ben düşünemedim bu gapdan qandayligini için. Hazır sırtqı çıkıp Şarkı Türkistan'da buluvatkan zulümni bilemse dep 100 adamdan so'ran qanchasi bildi ekan. 100 siyosatchidan so'ran qanchasi biladi. 100 muallimdan so'ran qanchasi biladi. Buni bütün insan bilgan vaqtida, vicdan qaynagan vaqtida harakat qiladigan masala. Bu Şarkı Türkistan meselesini biz bu deymiz dava kuruşu, informasiya kuruşu, teşviqat kuruşu. Her birimiz to'xtamasdan bu haqda so'zlashimiz kerak. Qo'shnimizga, do'stimizga, tunishimizga anlatishimiz kerak buni. Anlatgan vaqtimizda bu bütün Xitoy kommunist rejimi degan yolg'onning ustiga qurilgan bir sistem. Bu yolg'onchilikni biz o'tirib chiqaradigan vaqtimizda bu yiqiladigan sistem. Shuning uchun bu media, axborot so'qishi bek muhim. Bunday narsalarga mencha diqqat qilsak bo'l deb qarayman va bugun bu fursatdan foydalanib bir javobimni berib oldim. Ko'p rahmat. Süleyman merhum Süleyman Demirel Türkiye'nin sabık prezidentlerden. Şunun bir meşhur sözü var Türkiye'de siyasetiyle devamlı. Siyasette 24 saat, bek uzun bir saat dep Diginizde bazı işler insan oylamagan yerde nurgun işler yüz berip ketadi. Nurgun işler tuyuqsiz o'zgarib ketgan ishlar. O meselege kelsek sizning hozir qilgan gapingizga, bugunamda dunyoda biz doktor Erkin Akram bilan nurg'atim siyosiy analiz suhbatlari qilgan vaqtimizda hatto cho'ng xalqaro yig'in o'tkazilganda qiyinlashib uchrashishdik. Bu faoliyatda degan so'zga asosan deydigan gapda hozir shu an esim keldi bu gapni degan vaqtida. Endi bugun xalqaro aslida Sharq Turkiston tashkilotlari butun xalqaro vaziyatni xalqarodagi butun davlatlarga ma'lumot ta'minlash bo'lsin, ularni oldiga sepmangishdi bo'lsin, Sharq Turkiston tashkilotlarini ularni ishtirib ma'digan yerda bugun dunyoda ilgari masalanga deb biz u vaqtida yo'q hamda. Bir gezdi bir oy yilda bir qitim Sharq Turkiston to'g'riliq bir xat chiqib qolsa shu gezni yetitiq deb so'zlab bir tarikine kiramamda. Ama hozir shunchalik ko'p butun dunyoda chiqayotgan ana biz to'g'riliq yağmurda çıkıvatkan aletini biz tasvirlab, bugün bütün dünyadaki vaziyat, şu Şarkı Türkistan teşkilatlarının kelkün gelgende bir kötek ep mangandek, suda eqitip ketayotgan kötek. A kötek Şarkı Türkistanlık, a xalqaradaki vaziyat Şarkı Türkistan teşkilatlarını aşındaq şu kötekni eqitip mengivatgandek eqitip ketyapti. Aslida dal aksichi bo'lish kerakdi degan nuqtadan bugün Şarkı Türkistanlıklar taşıversin bugün xalqaradaki vaziyat nurgun davlatlarning munosabati manfaatlari Xitoyga aloqador bo'lg'ashqa zo'lab epmengyapti degan nuqtadan sen anlatmasang bugün vaziyatimiz zaten bütün dünyada hamma tillarda so'zlanyapti degan nuqtadan aytilgan so'zda. Shu men uni deyamda oxirida yana bir qo'pol savol ochiqroq bo'lishi mumkin. Davomli sizni nimishqa taklif qilib ya e'loningizda bergandek suhbat qilgan vaqtida nurgun salbiy gaplarni inkaslar bilan to'shib ketmasdan. Bunun qanday qaraysiz? Nimda bu jiq odamni ranjitib o'tdingizmi nima uchun? Shuni bek ben qag'inda o'zingiz inkaslardan ko'rib olasiz. Qarang, ben mesela biz Şarkı Türkistan meselesini anlatışta her günü turib bizning tashkilotlarimiz, bizning tweetlerimiz qarasangiz, biz Beijing'ninki bir siyosiy raddiya beramiz. Xo'sh. Tweetlerimizde bo'lsin, ijtimoiy taratquv masalalarimizda bo'lsin ve bir tal tweet atsak bununla bir qancha dana aşu her xil ismlardagi boshqa davlatlardagilar sen yolg'on aytyapsan, bu Uyg'urda irqiy qirg'inchilik yo'q, u yo'q, bu yo'q degan bu narsalarni aytib olib ketib boradi. Bu birincisi deb qarayman. İkincisi biz to'xtamasdan hamma tashkilotlar shunday qilyapti. Açıkni so'zlaymiz. Haqiqatni so'zlaymiz. Ondan keyin
neyimiz? Özara siyasetni bak qilishmaymiz. Bizning nimamiz shu. Biz haliqi çünkü bizning bir siyasi mavqega yoki siyasi maqamga, siyasi o'ringa bir nimamiz yo'q. Biz Sharqi Turkiston davosininki bir xizmatchisi, bir kurashchisi, bir jangchisi deganlik uchun faoliyatlarimizni qilamiz va nurg'un insonlar kiramaga yana kirib ketib boramiz. Ba'zilarining achchig'i keldigandi, ba'zilarininki endi nima deyman, meni hammadam yaxshi ko'rsin deydigan unda bir iddaim yo'q. Menimcha bularninki bundaq so'zlarga biz zodi diqqat e'tibor bermaymiz. Davomli biz Xitoy bilan bir jangda deb qaraymiz. Men shuni birini deb qo'yay. Bu psixologiya so'qashda insonlarni ki ruhini sundirish deydigan bir narsa bor-ku. Shunga men o'qimayman. Hem anglamayman, hem tingishmayman. Chunki ularning maqsadi mening ichimni ochiq qilish yoki meningki tafakkurimni buzish, ya mening yuzimdagi tabassumni yo'qotish, yoki mening sog'lom bir hayot yashashimni yo'qotish nishon. Undaqki men uni anglamayman, diqqat e'tiborimi qilmayman. Masalan, men shaxsan o'zimga desam. Ama onu to'xtatib olib bo'lmaydi deganingizga o'xshash. Biz bu yo'lga chiqdik. Bu yo'lda igizpaschilik bo'ladi. Qarang, men sizga bir narsani deyin. Biz bu yo'lga chiqqan vaqtimizda biz hammani bilaylik. Mehmet Emin Bo'g'ra Hazretim Ürümchidan Xotanga boradi, saylam o'tkazamiz deb. Baga vaqtida Xotandagi qo'mondonchilar şu vaqtdagi qozi mazi yoki nimalar bilan birlashib bu hazratimga taqobil turish uchun Xotanni o'qiyotgan taliblarga tash atqizdi. Tashni shaytonga atsizchi. Bu talibdan kelsa Mehmet Emin Bo'g'raga ta'sir qildi debchi. Xo'sh. Atqizgan Mehmet Emin Bo'g'ra. Yakandagi jangda Mehmet Emin Bo'g'raninki ikki qarindishininki besi kesilib, xaltaga silib, top qilib o'ynalgan ish bor. Shu qarasak Mehmet Emin Bo'g'ra xalqini suyashdan voz kechmagan, inqilob qilishdan voz kechmagan, milliy da'voga kurash qilishdan voz kechmagan. Biz shu kishi bizningki ulgimiz, namunamiz. Shuning uchun bizning qarindoshlarimizninki undaq bo'lsa-mu, boshqa ishlar bo'lsa-mu, biz hergiz bundaq narsaga ko'nglimizni buzmaymiz. Biz bu ishga tayyor. Jang oxirigacha davom. Xo'sh. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Boshqa bir hep qolmagan asbos vaqtimiz tugadi. Oxirida bir gap bilan so'zimni tugatay deymi? Davomli bir nima masajim bo'ladi. Biz Uyg'urlar ikki narsaga bak önem bilishimiz kerak. Hamma narsa siyosatlam emas, siyosiy faoliyat emas. Chet eldagi Uyg'urlarda bizda ikki narsa cho'qim bo'lishi kerak. Biri bilim, biri pul. Biz hem bilimni alasak, en yüksek seviyeye yeterliysek, aramızdaki insanların yaxshi o'qita olsak ve bu pulumuz mu bo'lsa, baylarımız mı bo'lsa, bu ikisi birleşken vaqtida biz siyasi siyasetçilerge mi yardım qila olamiz, maqsadimizga ishlata olamiz, kuchli bo'la olamiz. Bizninki tariximiz nayti şan şereflik, an'anaviy bir tarixga ega. Davomli bilim, bilgi bilan shug'ullangan bir xalq. Yoshlarimizningki muhakkak çoğum bilimlik bo'lishini, bo'libmi ingliz tilini o'rganishinin shart ekanligini ve bu dünya faqatlam Türkiye desek, Türkiye'de emas hozir bu ingliz tili siyasi, dunyoviy tilga aylandi. Bunga ait ehtimam bir ishlarini ve bika o'ynab yurmasdan ya bilim elishini ya pul tepishini. Bu ikki narsa bo'lgan vaqtida biz jamiyatlarimizni obdan mangalaydi. Siyasi hareketlerimizden bu neticesi yaxshi bo'ladi. Biz hozir u yoqdan bu yoqdan iqtisodiy yordam olishga majbur bo'lyapmiz. Kelgusida biz o'zimizningki puli bilan, o'zimizning bilimimiz bilan, o'zimizning ilm bilan, mustaqil iroda bilan Sharqi Turkistonni qaytadan qurib chiqish uchun hozirlik qilishimiz kerak. Rahmat. Ko'p rahmat. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Köpten köp rahmet etimiz barlıq qardaşlarımızga. Elbette davamlıq bu türdeki söhbetlerini xilma-xil kişilerimiz bilan qilamiz. Ahırda bu Muhammed Emin Bo'g'rani efendiminki sözünü qilib qoldi. O köygen
musibatlar öz xalqi tarafidan. Shu davatqa vaqtida shuni isim keldi. Shu kan ko'rmalarimizni tavsiya qilaman. Asad Süleyman Efendim'ninki 3-7 faciası deydiğin bir kitabı var. 37-57-57 Xitay tecavüzçilerinin bunun aiti yığınçaqlab, Xitay'ninki ta Melishin Sey davrida bolsun, komünist davrida bolsun, hatta Kuomintangni tatib bu vatanimizda qilgan öz güçüdü özünü qoruş, facianing hozirgi lager siyosati bilan ilgirki bizlarning dunyoga tug'ilmagan vaqtimizdagi elib borgan vahshiylikleri o'xshib bir-biriga ajoyib o'xshidamdi. İçinişlik, yani onu her bir qurni o'qigan vaqtida inson boshqacha bir ma'lumotga ega bo'ldi. Bu kitobga oid bir qimmatli kitob deb qarayman. Shuning uchun ko'rilmalarimizni Xitoyning abdi basharasini qanday siyosat o'ynayotganligini texnik chuqur tushunish uchun buni tavsiya qilib keldim. Allah ömür verse yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.